Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog'lik yaxshisizmi? Hamdaylar tinchmisizlar? Mana bu biza xonadonimizda yana bir ajoyib ovqat qilmoqchimiz. Bu ovqat dimlamaksa bo'ladi, siltamaksa bo'ladi, to'polcha qilsa bo'ladi, bug'lamaksa bo'ladi. Biza bugun bu sal boshqacharoq qilamiz. Bu go'shtlar shularga yaqinroq bo'ladi. Bularga mana hozir kartoshka, mediskali, ko'katli ishlatib yog'dan ishlatamiz. Mana bugun xonadonda bahor kelyapti. Mana bugun birinchi fevral 2026 bu so'zlarni bu xonadonda so'zlarni ko'ringlar. Bu so'zlar bilan ko'ringlar, tomosha qilinglar. Qilishni o'rganasizlar. Omon bo'linglar, ajoyib sog'lik. Mana ko'pchilik shu taxlit berdik, ko'pchilik mamlakat taxlit. Bu mumkin emas. Shu mana hamisha qarama qarshiga qarab taxlit kerak bo'ladi. O'tkirligi yo'qotmaydi. Hamisha mana bir soch qog'oz bilan qayroqni yeydi, qayroq boshlanadi. Qaraydi, ovozi masala taxlit chog'imiz hamisha o'tkir va sog'liq turadi. Mana bu shunday mana shunaqa tarzda kesib olamiz. Bu qo'yga lentasi deydi. Qo'ng'asidan judalik mana juda yumshoq joyi mana. Bu tez pishar ovqatimiz. Endi go'shtlarimizni yog' tomonini shu qozonning ichiga berib chiqamiz. Mana shu yog' yetarli. Ana hozir ozgina biroz tuz sepamiz bunga. Mana tuzlarimiz iri-iriroq tuzda. Mana biroz tuz sepdik. Endi buni past olov qozonga qo'yib qo'yamiz. Past olovni ustini yopib. Mana go'shtlarimizni sepdik, endi qo'yamiz olovga, past olovga. Uzoq 2 soat. Qo'ygan ovqatimizda quvvat ovqat, ko'p sondalar bilan, ko'klar bilan, chizilib, barra, chizilib, piyozlar bilan birga judayam mazali bo'ladi. Mana yangi chiqqan retseptlar bahorda buni qat'iy salat, bahor salat qilamiz, judayam shirin bo'ladi. Mana fevral oyiga qaramasdan bahor nafasi to'xtab qoladi, bir oydan keyin bahor. Ko'klardan ko'p yeyish kerak hozir shunaqa zamon. Yeb qolsanglar, yili o'tirib ko'p bo'ladi. Mana hozir kartoshkamizni pishirib, mana pishirib, buni qorib qo'yamiz. Bu kartoshka o'ziga mana kartoshka o'ziga tuzda olib o'tadi. Boshqa tuz olmaymiz. Voy go'shtga berdik. Bu qoramiz. Bitta ko'katli bahor ko'katli yeb, ovqatni choy ichib, ovqat pishguncha qorni o'tadi. Osh bo'lsa ham bo'ladi. Bu konservada bahorga yedik yo'q, bahor. Tayyor, qozonda qo'yib, endi go'shtimizga qo'shamiz. Ovqatimiz tayyor mana. Bahoriy ovqat. Xoliylar sitaman yeydi, xoliylar cho'g'otga. Xoliylar bo'ladi. Ovqatimiz tayyor mana. Yarmi ish bo'ldi, unda qoladi. Bugun qizlarim kelgan, qizlarim uchun bu hammasini sizlar uchun ovqat tayyorlab berdim.
Layla oqlamiz uyda birinchi filmlar 2026 yil.